Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Siz farzandingizni san'atga bo'lgan qiziqishini sezdingizmi? Kelajakda uning yaxshi san'atkor bo'lishini xohlaysizmi? Uning bo'sh vaqtini mazmunli va foydali o'tishini xohlayotgandirsiz. Unday bo'lsa, marhamat. Tuproqdala tumanida yangidan qad rostlagan 35-sonli madaniyat markaziga taklif qilamiz. Bu yerda farzandingiz oliy ma'lumotli, el nazaridagi ustoz san'atkorlardan ashula, doira, dutor to'garaklaridan saboq olishlari mumkin. Farzandingiz kelajagi uchun befarq bo'lmang. Biz siz uchun xizmat qilishga tayyormiz.